Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz bosh miyadagi kista o'simta butun ichki organga metastaz bergan haqida suhbatlashamiz. Bosh miyadagi kista bo'ladimi, o'simta bo'ladimi, butun ichki organlarga metastaz bergan bo'ladimi? Kista, o'simtalar bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida shifosi bor. Bizga shunaqa bemorlar murojaat qiladi. Bosh miyamda kista bor, o'simta bor, ichki organimga metastaz beribdi. Bir marta jarrohlik yo'lini qo'llatdim, 2 marta jarrohlik yo'lini qo'llatdim degan bemorlar ko'plab uchrab turibdi. Va o'pkamga metastaz beribdi, kista bor, o'simta bor. Jigarimda kista bor, o'simta bor. Oshqozon 12 barmoqchak yo'g'on ichaklarimga metastaz bergan, kista bor, o'simta bor, metastaz bergan degan bemorlarimiz ko'plab uchraydi. Va jarrohlik yo'li qo'llatdim, ximiya oldim, nur oldim degan bemorlar hali davolanib olsam ham, jarrohlik yo'li qo'llatsam ham, ximiya nur olsam ham, qayta davolansam ham shifo topolmayapman degan bemorlar ko'plab bizga murojaat qiladi. Bir Allohdan, bir sizdan najot istab keldik, sizga ixlos qilib keldik degan bemorlarimiz ko'plab uchraydi. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlarimiz, malham siroplarimiz yordamida har qanday bosh miyada bo'ladimi, ichki organlarga metastaz bergan bo'ladimi, tabiiy giyohlarimiz, malham siroplarimiz yordamida shifosi bor. Hech qanday jarrohlik yo'liga, ximiya nurga umuman hojat yo'q. Qayta davolanishga ham umuman hojat yo'q. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni mo'jizaviy tabiiy giyohlari yordamida Allohning qudrati ila biz sababchi bo'lib shifosi bor. Bemalol kelib lechini olib bemorlaringizni sog'lom qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Qanchalik layk bosanglar, shunchalik savobga ega bo'lasizlar. Bitta laykingiz bilan muborak Allohning uyi Ka'batullohda bitta tuya so'yib, ro'za Ramazon oyida 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga ega bo'lasizlar. Bu dunyoda shunaqa savobga ega bo'lasizlar va bu dunyoda o'zingiz uchun bir qasr qurasiz. Shishakdan u yog'ini bilan bu yog'ini ko'rsanib, billur deb jilovlanib, tovlanib turadigan qasr qurgan bo'lasiz o'zingizga. Va Allohning qudrati ila Allohim necha farishtani ravo ko'rgan bo'lsa, shuncha minglagan farishtalar bu dunyoda xizmatingizda bo'ladi. Bunaqa savobga pul dunyo bilan erishib bo'lmaydi. Avvalam Alloh, qolaversa sababchimiz. Layklaringizni bosaveringlar, shunaqa savoblardan Allohim muyassar qilsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Allohning diydorini ko'rishlikni hamma insonlarga nasib qilsin.